أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Suhbatimizni davom ettiramiz. Ya'ni terrorizm va ekstremizmga qarshi suhbatlarimizni davom ettiramiz. O'tgan asrda yashagan salafiylarni, ya'ni vahobiylarni olimlaridan, ular shayximiz deb tan olgan shayxlardan birisi Alboniy Muxtasari Sahihi Muslim kitobida Beyrut nusxasi 3-nashr 1977-yil chiqqan kitobini 548-sahifasida Hanafiy mazhabi fiqhini nasroniylarni hozirgi buzilgan Injilga tenglashtirgan. U shunda yozadiki, Iso alayhisalomni samodan tushishlari to'g'risidagi hadisni sharhlab yozadiki, Iso alayhisalomni bizning shariatimiz asosida hukm chiqarishi Injil va Hanafiy fiqhi kabilar bilan emas, balki kitob va sunnat bilan hukm chiqarishini yaqqol ifoda etib turibdi degan jumlalar bor. Ya'ni bu odamni e'tiqodiga ko'ra Hanafiy fiqhi, Imom Azam fiqhi Injilga o'xshab buzilgan narsa deb e'tiqod qiladi bu. Islom shariatiga, Qur'on va sunnatga aloqasi yo'q demoqchi bo'ladi. Vahobiylarning e'tiqodida mana shu narsa bor. Keyinchalik keyingi nusxalardan buni olganlar bu gapni joyini olib qo'yganlar, endi katta bizga fitna bo'ladi deb, ixtilof bo'ladi deb shunday qilganlar, lekin aksar salafiylarda shu e'tiqod bor. Imom Azam mazhabidagi fiqhni Injilga tenglashtiradi, buzilgan deydi. Shular bilan barobar deb qo'yadi bular. Salafiylarni e'tiqodiga kirib qolganlarda bizni mazhabimiz mana namozlarimizga bo'lgan hukmlarimizga, mazhabdagi hukmlarga qarshiliklar juda ko'p. Shundan bilsa bo'ladi. Masalan, salafiy oqimiga kirganlar fiqhimizni inkor qiladi aksar holatlarda. Ilm va amalga baraka kirishi masalasi. Keyingi vaqtlarda ilm va amal susayib, odamlarda eshitgan narsasiga amal qila olmaslik, eshitgan narsasini xotirasida tuta olmaslik, shunga o'xshagan sabablar bo'lyapti. Buni sababi oxir zamonda ilm susayib ketadi, jaholat keng yoyiladi deyilgan hadislarda shunday kelgan. Ulamolarning aytishicha, ilm va amaldan barakani o'chiradigan ikkita omil, ya'ni ikki narsa mavjud. Buni bittasi gunoh. Gunoh qilgan sari odamda xotira ham zaiflashadi, olgan ilmlarga amal ham bo'lmaydi. Xullas ilm susayadi. Ikkinchisi lag'va. Lag'va bu behuda gap, behuda ish degani. Bugun mana shu ikkisi ham yetarli darajada hammani unda o'z aksini topib turibdi-da. Endi gunohni bildik. Gunohdan tiyilgan bo'ldik. Tiyilganda lag'vadan tiyilish juda qiyin. Lag'va bu behuda narsa bilan mashg'ul bo'lishga aytiladi. U na dunyo uchun, na oxirat uchun befoyda narsaga lag'va deyiladi. U qalbdagi xayol bo'lsin. Ba'zan odam har narsalar lag'vana shu. Quruq xayol. Tildagi so'z bo'lsin, quruq so'zlar, gaplar, behuda gaplar. Quloqdagi behuda narsalarni tinglash bo'lsin, qo'l bilan bo'lsin, behuda ishlarni qilib o'tirishlik yoki oyoq bilan behuda ishlarga qarab yurish deylik. Hammasi behuda bo'lgandan keyin na dunyo, na oxirat. O'zi ikkita foyda bor. Dunyoga yo oxiratga. Uchinchisi lag'va o'sha. Yani shu na dunyoga foyda, na oxiratga foyda, o'rtasidagi narsalar lag'va hisoblanadi. Hammasi. Masalan aytaylik, dollar yo'q sizda. Lekin kursini telefonda ochib kovlab kursini ko'rib o'tirishingiz lag'va.
u behuda u. Chunki sizda yo'q-da, dollar yo'q. Bu esa lag'va bo'lmaydi, ko'rishingiz. Yoki qo'y sotib olishga pulingiz yo'q, lekin qo'ylarni ko'rib o'tirish ochib bozordagi narxini. Lag'va. Foyda yo'q. Uni ko'rishdan foyda yo'q sizga. Qachonki lag'vaga barham bersangiz, shunda umringiz barakali bo'ladi. Ya'ni umrni barakaligi qayerdan bilinadi desa, yo dunyoga yo oxiratga foyda keltiradi. Har bir soniya quruq qolmaydi, behuda o'tmaydi. Ya'ni a'zolarimiz sog'lom bo'ladi. Shu bilan birga ilm va amalda sustkashlik bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Qad aflahal mu'minun." Tahqiq mu'minlar najot topdi. Najot topdiga davomida shunday keltiradi. Allazina hum fi solatihim khoshi'un. Ular namozlarida xushu bilan turadilar. Vallazina hum an lag'vin mu'ridun. Yana shundaylarki, ular lag'valardan mu'ridun, yuz burgan holatda yashaydilar. Najot topgan mu'minlarni birinchi namozda xushu, keyin lag'valardan yuz burgan holda dedi. Endi bundan keyin oyatda davomida nima keladi? Zakotlarni ato etadilar. Alloh taolo namozda aytganda hamma joyda ketidan zakotni keltirgan, lekin yagona mana shu oyatda o'rtasiga ular lag'valardan o'zlarini tiyadilarni qo'shib ketdi. O'rtasiga. Nimaga endi shunda qo'shdi desa, namozni xushu bilan o'qish gapirildi-da, bitta asosan allazina hum fi solatihim khoshi'un. Ular namozlarda xushu qiladilar. Demak, xushu qilish uchun ulamolar aytadiki, demak Qur'on o'zi o'rgatib turibdi. Xushu qilish uchun lag'valardan tiyilish kerak. Bekorchi telefonlarni ko'rib o'tiribsiz, sayohatlarni ko'rib o'tiribsiz, behuda shu lag'vani ishlar emas. Bizni ilmsiz qolib ketayotganimiz, amalsiz qolib ketayotganimizda asosiy vositasi bu lag'va. Ana shu lag'vadan voz kechmagunimizcha namozda xushu bo'lmaydi. Namoz vishi o'rinda qabul bo'ladigan darajadagi sifatli namoz o'qiy olmaymiz. Sababi shu, lag'va. Behuda narsaga vaqt sarflaymiz biz. Quruq o'tirayotgan bo'lsak, quruq narsalar gapirayotgan bo'lsak, behuda gap gapirayotgan bo'lsak, bari lag'va. Ayniqsa hozirgi kunda telefonga qarab o'tirish, televizorga qarab behuda narsalarni ko'rib, sayohatlarni ko'rib o'tirishlik da hammasi lag'va hisoblanadi. Uni na dunyoga foydasi bor, na oxiratga. Namozni ham komil darajada o'qish uchun lag'vani yuz burish kerak ekan. Demak, lag'valar ko'payishi bilan ilmga bo'lgan intilish, yod olish zaiflashib ketaveradi. Oxir zamonda internet paydo bo'lib, lag'va o'chog'iga o't yoqishini payg'ambarimiz juda yaxshi bildirilganlar kishiga. Shuning uchun oxir zamonda ilm ko'tariladi degan. Mana shu internetni holati ko'pchilikda lag'vaga, behuda narsalarga umrini zoya qilyapti. Juda ko'p bu narsalar yaltir-yultirlar chiqarib odamlarni hushini tortib, lag'va bo'lyapti. Hammasi befoyda, даже gunoh bor. Bugungi kunda internetdan foyda bor, to'g'ri, lekin foydasidan ko'p zarar qilyapti. Buni ham tan olamiz. Hammani qo'lida telefon, behuda narsalarga mashg'ul bo'lib, tilloga teng, oltinga teng bo'lgan vaqtlarni zoyaga savurib, lag'vaga ketib, namozlarda xushu yo'q, pala-partish, shoshgan pishgan, behuda narsalar ana shu darajaga olib kelib qo'yadiki, u demak Alloh taoloni zikri uchun namoz o'qilmaydi. Namozlar munkar va fahshdan qaytarmaydi. Xullas bir-biriga ulanib gaplar zoyi bo'lib ketaveradi. Shuning uchun gapiramiz, gaplarda ta'sir, foyda yo'q. Nimaga? Zo'r gaplar bo'ldi deydi, lekin aytib bera olmaydi. So'rasa nima? Chunki yod olinmagan o'sha joylar pamitda qolmadi. Pamitda qolmagan narsaga qanday amal qiladi odam? Deb amal o'zi bo'lmaydi deydi. O'sha lag'vadan hammasi. Lag'va, behuda lag'valar, gunohlar qalbi qaroytirib etga o'sha nurni yetib bormaydigan qilib to'sib qo'ygan. Parda bor.
Shuning uchun u zulmat qolib ketaveradi. Keyin ta'siri yo'qda tepsa tebramas bo'lib amallarda zaiflashib, sustkashlashib, o'zini orqaga tortib, mana shu ahvolga kelib qolishdi. Bosh sababi yuqoridagi aytganimiz ilm va amalda susayishiga ana shu lag'vani katta ahamiyati va roli bor. Kim shundan chiqib ketishga harakat qilmasa, o'zini baxti uchun harakat qilmagan odam bo'ladi.